bu joylar bir o'zlaring yurmanglar deb tayinlagan edi-da gid. Men hozir bir o'zim qolib ketdim. To'g'risi, nima uchun shunaqa deganini yana bir kichkina sababchasi ham bor ekan-da. O'zimcha o'yladim, hozir suvni oldida turgan edim. Shunaqa to'lqinda bir zarbasi keldi, to'g'risi. Yuragim shunaqa nima deydi, shunaqa yuragim shuvullab ketdi, xuddi orqa tomondan katta suv oqib kelganda, bitta zarba suvda to'lqini kelganday bo'lib, shunaqa sразу darrov orqaga qaradim, qo'rqib ketdim to'g'risi. Shunaqa ham nima deydi, bu yerlarni endi Alloh shunday yaratganki, ko'hna o'sha nima deydi, juda ham ko'hna joylar, shunaqa bir ajoyib yashillikni hozir bir o'zim yurganimda mana ko'proq his qilyapman-da. Shunaqa ham chiroyli. Robbim mana shunaqa go'zalliklarni yaratib qo'ygan. Insonni nima deydi? Yovvoyi tabiat, qadim yovvoyi tabiat insonning aqli nigohida shoshirib qo'yar ekanda, shunaqa qilib. Hozir mana tepadan ham xuddi toshlarni tushayotganga o'xshagan, yumalab tushayotganga o'xshagan ovozlari kelyapti-da nazarimda. Shunchalik endi adrenalin va zo'r.